Rahmat, keling opa. Assalomu alaykum. Uzaq yaqindan kelgan qarindoshlar. Manzura opa. Xudodan hammanglarni tug'ilgan kuninglar qutlug' bo'lsin. Bidavar tug'ilgan kuning qutlug' bo'lsin. Uzun yasha, baraka top. Shuncha sana orqangda yaxshi gaplar eshityapmiz. Takbir aytlar shu. Bundan ham ko'proq bo'lsin. Yaxshi gaplar. Qo'shqarinlar bilan qo'sha qarinlar hammanglar. Shu yerlarda to'ylar bo'lsin. Manzura opa dadam bilan birga doim ularning rohatini ko'rib, rohatda ko'rib yurish nasib qilsin. Xudo xolasa hojana bu. Mesh ballarni barini rohatini ko'rib, ballarni voyaga yetishmash davralaringizni to'ylarida o'zingiz bosh bo'lib yurishingiz nasib qilsin Xudo xolasa. Nima yaxshi niyatlar qilgan bo'lsangiz, hammasini o'zingiz yerib berishni so'rayman. Assalomu alaykum. Ushbu kashonaga o'zlarining yaxshi niyatlari bilan yig'ilib o'tirgan aziz mehmonlar. Avvalambor Said Ahmadni bugun shukrona kuni bilan tabriklaymiz. Allohim umriga umr bersin, rizqiga rizq bersin, tani joniga sihat salomatlik ato etsin. Manzura bilan qo'sha qarib, farzandlarning rohatda ko'rsin. Munavvar shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Jamshid bilan qo'sha qaring, ko'p farzandlar bo'lsin. Mana nima deydi, Manzura kiyim tikaverib hech qachon charchamasin. Nabiralar qo'shilsin, qizingizdan ko'paysin, o'g'lingizdan ko'paysin. Xudo xolasa hammasi katta bo'lib, sizni orqangizdan borib, sizga o'xshagan, elga tanilgan, yurtga tanilgan Mariya Lopes bo'lsin Xudo xolasa. Jamiyatimizga, ota-onasiga foydasi, bobo-momasiga foydasi tegadigan komil insonlardan bo'lsin Xudo xolasa. Ularning ichidan qoriyalar chiqsin Xudo xolasa. Mana shu yerda o'tirgan barcha aziz mehmonlar hamisha xonadoninglarda yaxshiliklar bo'lsin. San'atkorlarimiz el xizmatida harmangiz, tog'mangiz, sizlarning baringlarga shukr. Hamisha sizlarning oilanglar ham har doim tinchlik, xotirjamlikda bo'lsin. Rahmat opa. Sizni aytyapti-da opam. Sog' bo'lingizlar opa, rahmat. Tabrik so'zlarimiz davom etadi. Sizlar ham chiroyli niyat aytinglar. Keling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hammanglar xush kelibsizlar. Xudoim mana Manzura opa, Said Ahmad aka bugungi qilgan ihsoninglar Alloh dargohida qabul qilsin. Ishki to'ylarimiz katta bo'la bilsin, Xudo xolasa. Yana ko'p navaralar ko'rish nasib qilsin. Ilohim shularni nima deydi, o'zbekchada po'xsiydigini yo'q uspet qilmaydigan bu Xudo xolasa. Navaralaringiz ko'p bo'la bilsin. Arzimas ham shu navaramizga mana Sevillaga qizimizga. Amma jonisi, baba jonisi. Rahmat kattakan. Xudochiligimiz Xudo xolasa 1000 yillik bo'lsin. Bularni Xudo xolasa brilliant qaytaradi. Bunda katta ko'p bo'ldi. Rahmat. Bugun mana Sevillaning bujonisi Tilla nabirasiga Tilla ziraklar olib kelibdi. Bujonlar nomidan, bobojonlar nomidan esdalik bo'lib qolsin. Katta qizlar bo'lsin. Endi qolgan mehmonlarimiz yaxshi niyatlarga qo'shiladi.